Assalomu alaykum sevimlarim. Hammaga xayrli kech. Mana biz ham ishlarni tugatib olib, uyga kelib, xo'jayinim bilan прогулкаga chiqdik. Ko'proq yurishim kerak ekan. Endi kunlar shunaqa aytdilar, har kuni 1 soatda yurishim kerak ekan. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Ko'pchilik yangi yilga hamma skidka qilyapti. Sizlar skidka qilmaysizlarmi deyishdi. Biz o'zi yaqinda skidka qilib o'tdik, sentyabr oyida. Lekin mayli shunda ham skidka qilib beramiz. Agar gichoterapiya olgan bolalarim massaj oladigan holatda bo'lsa, massajiga 20% skidka qilib beramiz. Bu 1-yanvardan amalga oshiriladi. Bemalol hozirdan joylarni band qilib yozib olsanglar bo'ladi. Chunki ko'p miqdorda ololmaymiz. Kanikulda odamlar ko'p bo'ladi.